Assalomu alaykum. Bir yosh birodarimiz kelibdi. Yoshingiz nechida? 14. 14 yoshli bolani oyog'i mana gipslangan holda keldi. Adasi nima bo'lgan bunga bir aytib beringchi. Nima bo'ldi? Sarinamada yiqilgan. Ha, sportsmen bola sarinamada yiqilgan. Banchaga borgansizlar, gips qilib qo'yishdi. Aha. Gipsdan mana 2 haftadan ziyod turibdi. Oyoq og'riydi hali ham. Ha. Mana oyog'i tekis qilib bu yoqdan bundoq kuch bersak, nariyoqqa og'rib boradi-da. Ha. Qanaqa joy og'riydi? Ko'rsating qo'lingiz bilan. Ana shu ichki tarafi og'riydi. Hozir bundoq bir naushib ushaganda ozgincha shishgan ham bezga o'xshagan et, go'sht turibdi. Hamda ozgina suyak nito joyda turibdi. Bu tomon ozgincha bu yoqqa chiqib qolgan. Bunisi bilan nima qilganda? Qilganda mana bunday qilgan. Hozir yechib oldik, qaychi bilan kesib. Bunga foydasi tegmaydi bu. Bu bir tiyin bu. Bu oyog'iga zil qaratash bu. Bu foydasi tegmagan. Tur. Bismillah. Bo'sh qil. Bo'sh yot. Og'riydi, og'risa ham. Og'risa odatda baqirishing mumkin, lekin bo'sh tur. Bismillah. Ha, tizzamni pastdagi suyak bilan bosamiz endi. Bo'sh qil endi. Ke, bo'shat. Qotirib olding, ayog'ini qotirib olding. Bo'sh qo'y. Ke, bo'shatchi. Sekin bo'shat. Mana tomirlaringni bo'shat, mana bu tomirni mana. Mana shuni bo'shat. Qo'y bor, qo'y. Qo'y mana uni. Mana tomiringni bo'sh qil. Bo'sh qo'y. Ke, bo'shat. Voy. Xuddi shunday. Qotirma. Qotirib olyapti. Ke, bo'shat. Yaqinroqdan ko'r. Hozir bitta og'riq beraman lekin. Bo'sh qil. Bo'sh qil. Shu bo'lmaydi, foydasi yo'q. Bo'shat mana uningni. Aytganda qil, mana uni bo'sh qil. Bo'sh. Ke, bo'sh qil, ketdik. Ya Rabbim. Bo'shat. Bo'sh qo'y. Ana endi bo'shatding. Bir bo'shatgani xotirib oldi. Qattiq og'ridi, hozir chidab turdi bu. Bu yondan bir bosib ko'ring. Bo'shatolmading. Bundoq turib yoniga. Bo'sh qo'y. Ke. Mana uni. Bo'sh. Davay. Qo'y oyog'ingni bo'shatay. Ke. Oyoqni bo'sh qo'y. Ha, harakat qil bo'shatish. Qattiq qotib ham qolganda, shuni ko'chirib olish kerak. Bo'sh. Ko'rdingizmi? Ke, bo'shatib qo'y. Ozgina bo'shatgin. Hey, Bitta yaxshi bo'lmaysan bo'lmasa. Bo'shat. Ke. Harakat qilgin, bo'shatgin. Prosta bo'sh tut, sen qimirlatma. Prosta bo'shat. Tamam, bo'shatsang bo'ldi. Bir jasani ishlab. Bo'shasan. Ishlab burjani ishlab. Ke. Ishlab. Menga qara. Qattiq qilmay tur. Bo'shash. Bo'shash. Qotirib oldi. Bo'sh qil. Bo'sh. Stop. Endi ko'raychi. Stop. Hozir ketardi. Ke, to'g'rilaylik. Ke. Qo'yib ber oyog'ingni. Qo'yib ber. Qo'yib tur. Bo'sh qil. Ke, aytganda qil. Davay. Ha. Ke. Bu. Davay. Qo'y. Davay, bo'shat. Bo'shata qolmana yeringni, bo'shat. Ke. Bo'sh. Qo'y. Tizam qo'yamiz. Mana to'g'riladim, og'riyapti yo'qmi? Yo'q. To'g'rilasam og'rirmidi, og'rimasmidi? Og'rir edi. Shundaymi? Yo'q. Gapiradi. Bitta ishadi. O'ynat, ketdik. Bo'sh. Qotirib qolma, sen ko'tarayotganda. Davay. Endi uzatib ko'rsayapman. Uzaldimi? Ha.
Tushuntirib gapiring. Uzalmasida uzaldimi yoki qanday? Azaldi. Og'riyaptimi? 5 minut Mana perikor. biz ko'rib olsin mana. Ketdik. Bosamiz mana. Tovon bilan ketdim mana. Ushla, oyog'ini ushla. Oyog'ini ushla. Ketdik o'millar. Butkul tovon bilan bosib turibman. To'chkasini oyog'ini o'ynatyapti. Oyog'ini tortib o'zingga endi. Endi bukilmasdi. Boya qancha bukilayotgandi bir ko'rsatib qo'ychi. Kelgan vaqt qancha? Qayergacha bukilayotgandi boya, boya. Gipsdan chiqarganda. Kelgan vaqt qancha bukilayotgandi? Gipsdan chiqardik-ku boya, qancha bukil. Shuncha. Shundan ortiq bukilmasmidi? Endi bukib ko'rsat. Endi dakan Qiyinchilik bilan nima qaysiga erishdik? Obar. Borgan joyga. Borgan joygacha obar. Ha. Obar. Mana tan ol. Borgan joyga Ushlab obar. endi ushlabdi. Oyog'ini o'ynatasan hozir. Ketdi, baqir, ketdi. Yana tortib qo'y. Yana o'zing tort. O'zing tortchi. Oxirigacha. Boryaptimi? Moladi. Yig'lab tortib. Boryapti. Obar. Bo'ldi. Endi perikor. To'xtadik. Ta'mirlamizmi? Qo'shilmada shunday tur. Shunday bo'shat. Oyog'ini bo'shat. Ay. Yana bir marta. Hop. Endi tortib qo'y. Qo'shildimi endi? Ha. Tushuntirib ayt. Ha. Qo'shildimi deb qayerildimini so'rayapman. Ko'p egilyaptimi? Ko'proq qayerildimi? Yana tortib tur. Torch. Yana o'zingga tort. Ko'proq. Borgan joyigacha tort. Og'rib bo'lmay qolgan joygacha. Mana shunday to'xtat. Bo'sh qo'ying. Bo'shat, oyog'ini bo'shat. Bo'sh. Ketdik. 1 2 1 2 Bo'sh. 1 2 Bo'sh. Hop. Yana tortchi. Xo'p, shturishga tortgan. Ketyapti yo qo'shilmadimi bu safar? Ne ushlab. Ozgina tortchi. Endi tort. Tortyapti yo'qmi? Yo to'xtab qoldimi? To'xtadim. Shunday tur. Shu yoqqa kelib to'xtadim. Bo'sh tur. Shunday tur. Tortdimi? Ay. Ha. Yana shunday tur. Bo'sh tur. Ay. Yana tortib qo'y. Yana tortganlar. Deqopti. Naborod o'zingga, ha. Tort. Voy ko'rsatgandaqa ushlab torting. Yaxshi tortiladi. Tort. Tortildimi yo'qmi? Qotib qoldimi? Bo'ldi. Boshqa ketmayaptimi? Bo'lmasam yoy. To'g'ri. Yana yoy. To'g'ri. Qo'ling bilan yordam ber. Oyog'ini joni yo'q hali. Ha. Uzalsa, uzat dakansa. Uzat olsa. Ketdimi dakansa? Ochildimi? Tagiga tegdimi? Davay, Chapirib yig'ishtir. turgan. Yana yig'ishtir. Boya qayergacha edi? Gipsdan chiqqan payti. Shurgacha. Mana shu joyda. Ana endi qanchaga sizni ko'rsatgan, qanchaga boribdi ekan. Tortib. Boya gipsda paytingda oyog'ini bosganda oyog'ini kuchi kam edi, e'tibor berganmisan. Kuchi yo'q bo'lgan. Endi turib qo'lingni berib turgin. Bosib ko'rasan. Oyog'ini bosib ko'rchi, yurib ko'rchi. Qanday oyog'ining kuchi? Ko'payganmi? Yo shundaymi? Yoki o'shandaymi? Hayran. Ko'paygan. Sen shunaqa narsa sezasanki, oyog'ingni bunday bosgan paytingda kuchi oz bo'lganda, oyog'ing jonsiz bo'lgan, kuchi kamroq bo'lgan. Endi kuchi ko'payib qolgan bo'ladi. Shuni sezyapsanmi? Ha. Sezyapsan-a? Mening gapimga hida qutulayapsan. Yo'q. Sezyapsan-a? Bo'pti, tushunaman. Yengiladimi? Endi bo'ldi bo'lmasam. Bo'lmasam bo'ldi. Oyog'i bugunga to'yib to'xtatamiz.